Bemorimizni massaj qilib qizdirib oldik va endi jon muolajasini boshlaymiz. Bizdagi har bir ishlatiladigan narsalar bir martalik, одноразовый bankalar bo'ladi. Bismillah. Birinchi asosiy nuqtalar va sunnat nuqta. Bir akupunkturada 1.55-11 bo'ladi. Hijomani engda o'rganayotganlarga ham mana tekin ma'lumot. Bismillah. Bismillah. Xo'p. 1.55-11 hamma kasallikda qo'yish zarur bo'lgan 3 ta nuqta, ham gemoroy nuqtasi, ko'pchik nuqtasi deyiladi va CD pufay hamda umurtqa pog'onasi. Ko'p tortmaymiz, disk rejasi borlar uchun. Xo'p, pochkalar CDni yaxshi haydab berish uchun taxtal katif sunnat nuqtada akupunkturada